22 qator tutyapti. 20 22. 20dan 22 gacha. Dekal degan urug'lar yechilgan. Bitta Usmon akamiz, agronomimiz, Fazliddin akamiz, Aziz akamiz. Nisa, ne zaman? Tamam işte 40. 4. ayın 10'unda ektik. 4-oyda 13'da ekilgan ekan. Ektik. Bir ayda 5 su verdik. 6 güne bir su verdik. Bir oyda 5 marta suv ichgan ekan. Kapilni sistema joriy edi. Evet. Hektara 200 kilo altın amafoz verdik. Amafozdan 200 kilo berilgan ekan. Silitre 300 kilo verdik. Silitre 300 kilo berilgan. Karbamid 500 kilo. Karbamid 500. 20 tonnagacha hosil tutilyapti, beryapti, nasib qilyapti. Keyin yana bir narsani bu kishiga qo'shimcha qilib aytmoqchiman. Hammasi kapildan berilgan dorilar. Texnikaga kirmagan. Hammasi shlangidan shu kapildan berilgan. Suvga ham kultivatsiya qilinmagan, chop qilinmagan. U xarajatlarni chiqarsalarimiz bo'ladi bemalol. Video qilinmayapti. Mana ichidamiz hozir. Hozir uzmasini kamboy to'ldi. Kelishi Litrede to'ldimi? 600 metrda bitta bunkeri to'layapti shunda. 4 tonna bo'lyapti. Yigirma ikkita qator tutyapti. 20 22. 20dan 22 gacha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ta. Mana bunisida 20 ta qator tutyapti. Adresini ham bitta aytib yuboring, qayerda ekilgan. Jizzax viloyati Sharof Rashid tumani Ravotmi? Ravot hududida. Jizzaxdamiz. Eng issiq joylardan bitta joydamiz. Lalimi maydonga ekilgan aka. Ana Kapilnida lalimi maydonga ekilgan. yer osti suvi bilan. Rahmat Qamalaga.